Davlatlar 100 yillab rivojlanadi. 100 yillar kerak bunaqa reforma qilishga, islohot qilishga. Buni juda qisqa vaqtda 2 yilda tubdan o'zgartirish qilish bu siyosiy qahramonlik desa ham bo'ladi. Prezidentimiz buni haqiqatda to'g'ri yo'nalish qo'yganlari uchun mevasini berib keladi. Klaster qilingandan keyin ham ish o'rni yaratildi, ham soliqqa tushum ko'paydi, ham xalqimiz o'rgandi, sanoatni o'rgandi, ham eksport bo'lyapti, ham oxirigacha chuqur qayta ishlanib, bir tola qilib sotilgan narsa 2, 3, 5 barobargacha qo'shimcha qiymat bilan sotilyapti, eksport qilinyapti hammasi. Hamma yo'nalishda manfaat kirib keldi. Avvaldan bitta paxta sanoat tizimi bo'lgan, paxtani terib olgan, tola qilgan, sotgan, budjet pul aylangan, bozor ko'tarsa foyda ko'rgan, bo'lmasa zarar ko'rib, Minfin qoplab beradi. Marani katta olamiz deylar, xuddi shunday maralarni katta olish, rejalarni katta olishni daladan chiqib kelib sanoatga kirish, sanoatlashgan hududlar. Mana bu Shofirkonda umuman shu fabrikani qurgansa, bu yerda sanoat bo'lmagan. Bitta mana paxta tozalash zavodi bo'lgan, bitta tumanda boshqa ishlab chiqarish bo'lmagan. Mana 1200 ta tikuvchimiz bor, 1200 kishi ishlaydi. Juda katta farq. Oldin umuman o'zbek paxtasini faqat Bangladesh olib ishlagan. Bangladesh olgan, ular ishlab, ular nima qilgan? Bugun bizning mahsulotlar hamma mana katta brendlar kelyapti. Shu boykot nima qilingani bu o'zidan o'zi bo'lgan ish emas. Bu o'zidan o'zi bu bir og'iz aytish mumkin, bu boykot olindi. Boykotni olish uchun qancha mehnatlar, qancha mashaqqatlar, juda katta mehnatning orqasidan boykotlar olib tashlandi. Sanksiyalar yechilmaganda bunaqa fabrika ham bo'lmasdi. Yevropaga Shofirkonda ishlab chiqarilgan mahsulotlar eksport bo'lyapti. Shunda Shofirkon chuqur qishloqni ichida. Ha? Tasavvur qilib bo'lmaydigan narsalar agar 10 yil oldin aytilsa. Shunday, uni hech kim tasavvur ham qila olmasdi. Bu bir fabrika bo'lsa, bu yerda markazlashgan fabrika bo'lardi, yo u ishlardi, yo ishlamasdi. Bugun biz rayon markazidan bir 15-20 kilometr ichkaridagi qishloqda joylashgan katta bir hamma shart-sharoitga ega fabrikada o'tiramiz. Shuning mahsulotlari Yevropada, Amerikada, boshqa nimalarda sotilyapti. Buxoro viloyatida 45 ming gektar maydonda Xitoy navlari ekildi. Shu kontirimizning o'zi bizga 90 sentner ortiq hosil yaratib berish imkoniyati bor. Vaqtida juda mashaqqatli hosil yetishtirib 30-35 sentner qilingan bo'lsa, lekin bugungi kunda o'rtacha 60-70 sentner hosil yaratishga imkoniyat yaratib berildi. Biz Buxoro navlarida xuddi shu konstruksiyalarni qo'yib, yangi nav yaratdik. Yana 2 yildan keyin bizga Xitoy davlatidan urug' kiritishga hech qanaqa zarurat qolmaydi. Buxoroda shunaqa rekord darajadagi hosil bo'lganmi o'zi? Bir asrdan beri paxta ekanmiz, lekin biz amalda birontasini kosasi oqarganini ko'rmaganmiz. Tarixiy 40 sentner bo'lsa, ular qahramon hisoblangan. Bugun biz 40 sentner deyishga biz uyalamiz. Fermerlarimiz ham munosabatda 40 sentner, yo deydi, 40 sentner nima man deydi. Kamida deydi, bu yil 50 kamida eng og'ir nimani alsak, yaxshi nimalarimizdan o'rtacha 70 sentner. Ilg'or maydonlari bilan 90-100 sentnergacha hosil olish, paxtadan 100 sentnergacha hosil olish nimasi mana imkoniyati bor. Biz yerda 2000 gektar yerimiz, 2000 gektar yerimiz bir xil. Tarixga qaytsak, ro'yxat bo'ladi, ro'yxatga turadi. 35 sentnerliklar, 30 sentnerliklar, bular ilg'or hammadan oldida bo'ladi. Bugun 35-30 sentnerni yo 40 sentnerni aytish biz uchun bu qanaqadir noqulay, uyat desak ham bo'ladi. Biz yuzga qarab maqsadni marrani qo'ysak, mana albatta natija ham bo'ladi, daromad ham bo'ladi. Qanday yondashish kerak? Ilmiy yondashish kerak. Ilm bilan yondashilganning natijasi bo'ladi albatta. Oldin 11 marta kultivatsiya qilardik, 11 marta. Bunga ketadigan yoqilg'i, bunga ketadigan ish haqi umuman olganda juda katta yo'qotishlar, juda katta xarajatlar bo'lardi. Bu maydonlarimizga, Xitoy navlariga bir marta ekishga texnika kiradi, bir marta Buxoro sharoitida bir marta sho'rini qochiradi, namini qochiradi. Ko'chat o'nib chiqqandan keyin namini qochiradi. Shu bilan boshqa traktor bilan ishlov berilmaydi. Mana dronlar bilan ishlanadi. Xitoy navlarini paxta yetishtirishda xarajat gektariga 13 million so'mni tashkil qilyapti. $1000. $1000 tashkil qilyapti. 50 sentner olganimizda daromadimiz 39 million so'm tashkil qilyapti. 26 million so'm sof foyda qilyapti har gektaridan. Har gektar. Biz mahalliy navlarni ekkan davrimizda
26 million so'm xarajat qilganmiz. 4 million so'm daromad. 4 million so'm qayerda-yu? Bu 26 million so'm qayerda? Mana yog'ingarchilik bo'lsa, u 4 million ko'rinmay ham ketadi. U yana zararga kirib ketadi. Shu uchun mana albatta yaratib berilgan sharoitlarning natijasi har gektaridan 50 sentner deganimizda 26 million olinsa, bu 60 olsa yana qo'shiladi bizga. Keling yana daromadi 8 million qo'shiladi. U 26-34 million bo'lyapti. Bu bir tomondan yana motivatsiya bo'lyapti. Bu biz yurgan ekanmiz 70 yil dalaning ichida. Kosamiz oqarmay. Kosamiz oqarmay, qilgan mehnatimizning natijasini ko'rmay, mehnat qilib yana qarzga botib qolib, yana shunday nima qilib qiynalib yurgan ekanmiz. Bu ishlarni qilsa bo'lar ekan-ku. Shu ishlarni qilishga sharoit yaratib bergan hurmatli prezidentimizga ming rahmatki. Mana shu qisqa davr ichida revolyutsiya. Hurmatli prezidentimiz ham kuch g'ayrat, ham motivatsiya olamiz, ham kuchni boshchiligida energiya olamiz. Energiya olib qiladigan ishlarimizni biz to'g'risi to'lqinlanib ko'zimizdan yosh ketib mehnat qilib natijasini ko'ramiz-da buni. Mana men o'zim qarib 25 yildan ortiq paxta sanoat tizimlarida eski davrlarda ishlab, boshqasida ishlab, bularning shukronamasini men o'zim bilaman. Bunday yaratgan sharoit uchun 24 soat ishlashga, 24 soat izlanishga harakat qilamiz. Agar 10 gektardan 260 million olsa, 100 gektardan 2 milliard 600, 3 milliard daromad olyapti bir yilda. Qayerda bu nimalar bor? Oldin qancha bo'lgan o'sha 100 gektardan daromad? 100 gektardan qancha bo'ladi? Keling 2 million, 3 milliondan bo'lsa, 200 million, 300 million, bu 200 million, 300 million 100 gektar uchun u yo'q degansiz, zarar deganda. Zarar degansiz. Bugun mana 2 milliard, 2,5 milliard, 3 milliard, undan ortiq ishlagan odam o'zi qo'lidan, o'zini nimasi mehnatidan bahramand bo'ladi albatta. Bizni qisqa shu 10 yillik davrimizda hurmatli prezidentimiz bizga yaratib bergan sharoitlarning natijasi amalda ko'rinyapti. Bu hosildorlik yuqori, bu ish o'rinlari, bu sanoatlarni ishlashi, bu yashash darajasi xalqimizning oshishi va yanaki dunyo qarash o'zgarib intilish. Chorak asrdan beri shu soha ichidasiz. Qanaqa armonlaringiz ushaldi mana shu oxirgi 10 yilda? Eng qattiq armonlardan nimasi 10 yilda biz bir ish qilamiz desak qo'rqardik. Bir yangilik yaratamiz desak qo'rqardik. Bu nima bu? Qilamiz deb bu mumkin emas, bu mumkin emas, bunday edi, bunday. Mana shunday hosil yaratishga biz o'ylardik-ku, imkoniyatimiz yo'q. Mana shu hosillar yaratildi. Hozir bizning rejamiz juda katta. Juda ham cheki yo'q uni. Xalqning ichida bir ibora paydo bo'lganki, shuncha ish qilsa bo'lar ekan-ku. Nima biz shunday qiynab yurganmiz o'zimizni? Men o'zim ham qaytib aytamanki, albatta bu ishni qilsa bo'lar ekan-ku. Qilsa bo'lar ekan, mana shuncha narsaga erishsa bo'lar ekan-ku. Hurmatli prezidentimizga behisoblar rahmatlar, minnatdorchiligimni bildiramiz. Doimo sog' bo'lsinlar. Shuni so'zlarini eshitaman, to'lqinlanib ketaman. Shuning uchun shunday davlat rahbarimiz borligidan men lично o'zim, bizni hamma oila a'zolarimiz ham hammamiz faxrlanamiz. Hurmatli prezidentimiz bizni hayotimizni tubdan o'zgartirdilar. Tubdan o'zgartirdilar. Dunyo qarashimiz ham o'zgarib ketdi. Yashash darajasi ham o'zgarib ketdi. Bu hazilakam ish emas, bu har kimga emas. Bu bizga yaratganni bergan bu katta mukofoti desak ham bo'ladi, xalqimiz uchun bergan mukofot desa. Hurmatli prezidentimiz, avvalambor shu doimo sog' bo'lsinlar, boshimizga omon bo'lsinlar. O'zbek biznesini ham, o'zbek sanoatini ham, o'zbek katta tadbirkorlarini ham, katta korxonalarning asoschisi, asos solgan hurmatli prezidentimiz. Biz prezidentimizni har bitta so'zlarini, qarorlarini o'zimizga qonunday qabul qilamiz.